Bilasizmi, oldin pochtachi vazifasini qaysi qush bajargan? Obuna bo'ling. Kommentariyda ushbu qush haqida izohlaringizni yozib qoldiring. Bu qush o'zimizni kabutar. U odamlarga eng yaqin qushlardan biri. Ular qadimda xat tashuvchi, tinchlik ramzi va yo'l topish ustasi sifatida tanilgan. Kabutarlar minglab kilometr uzoqdan ham uyga qayta oladi. Kabutarlar 60-80 km/soat tezlikda uchishi mumkin. Urush davrida kabutarlar orqali muhim xabarlar yuborilgan. Ular ko'pincha bitta juft bilan yashaydi. Kabutarlar yangi poliponlarni tomog'idagi maxsus qopchasidagi sutga o'xshash suyuqlik ishlab chiqarib, o'sha bilan oziqlantiradi. Eng qizig'i, bunday sutni faqat ona emas, ota kabutarlar ham ishlab chiqaradi. Kabutarlar ko'plab madaniyatlarda tinchlik va poklik timsolidir. Ular bizga shuni o'rgatadi: qayerga bormay yo'lingizni unutmasangiz, siz adashmaysiz. Hamkorlik va sodiqlik uzoqqa borishi mumkin.